Assalomu alaykum qadrli aziz obunachilarimizni uzoqdan yoki yaqindan kuzatib turayotgan qadrmon qadrdonlar. Qolaversa Parvoz aka ukalarimiz, bizni ashaddiy muxlislarimiz o'zi Parvoz aka ukalar mashhuros parranda shinavandalar deb o'ylayman. Qolaversa bizni musofirdan ham kuzatib turayotganlar bor ekan ukalar. Hammangizga assalomu alaykum deb qolaman ukalar. Xudo xolasa bugun uyimizdan chiroyli bitta bomba obzor qilishga harakat qilamiz. Sizlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Qolaversa videomizga like bosib, xato va kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yishlarini so'rab qolaman. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Aka-ukalar, mana bu hamma bilgan olacha. Olacha qo'razimiz aka-uka, hozir tashqariga chiqaramiz. Mana aka-ukalar, xudo xolasa olacha qo'razimiz. Cho'tki holatda xudo xolasa buni ro'za Ramazon oyidan keyin o'ynaymiz. Mana. Holatlar cho'tki holatda aka-ukalar mana. Qisqa xo'rozlar obzor qilamiz, keyingilarini ko'rsatamiz. Ketdik. Mana aka-ukalar, bu keyingi xo'razimiz. Bu aka-ukalar mana tashqarida yurardi, o'tgan videolarimni ko'rsatganman. Bu aka-ukalar eski videolarimda ko'rgan bo'lsanglar, ko'rgandirsizlar, eski obunachilarimiz ko'rgan. Tanachi xo'razimiz ukasi bo'ladi, radnoy ukasi mana shu. Bitta raketa qanot. Mana. Tikka. Skalaga. O'zi yosh cho'ja bu sentyabrda chiqqan. Qizg'alaga aka-ukalar sotilaveradi, narxiga kelsa faqat. Olmaydiganlar bezotaga meqorasizlar aka-ukalar. Arzoncha narsa emas. Buni akasini ham o'yinini ko'rganlar ko'rgandir. O'ta zo'r narsa bo'lgan, serkaldek. To'ta urib tushardi o'zi ham. O'ta serkaldek narsa edi. Bu yoq xudo xolasa sherlar bilan urushib ketganda ko'rganmiz. Sindirib qo'ygan kaltelari bor aka-ukalar. Mana ko'rib turibsizlar. Tashqariga chiqarib ko'rsatardik, yo'q bu sal hurkiroqda bu. Marta erkalagani bilan tashqariga chiqarmashimiz. Keyingi o'raz ko'rsatamiz aka-ukalar. Pastdagi o'raz mana aka-ukalar. Bu aka-ukalar to'rt bahodir pahlavon deb chiqardim, to'rtta. Bittasi olacha, bittasi qora, bittasi yana qizilda ashini sherigi mana. Bu sherlarni urushib ketib qolyapti. Tashqariga chiqarsa ashin uchun mana shu katika g'am qo'ydi aka-ukalar. Qizqalaga sotilaveradi aka-ukalar bu ham. Narxiga kelsak. Aka-ukalar, sizlar uchun yana muhim narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Biz ishlatadigan dorixona mana aptekamiz bo'ladi mana shu. Sizlar uchun sal xiraroq ko'rsataman, chunki agar tiniq ko'rsatib bersam afterlik tushib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga bir chekadaman deb uzoqroqdan ko'rsatib nomini aytib o'taman. Aka-ukalar, bu suvimiz suvga qo'shib aralashtiriladi. Vitatonik degan dori mana shu. Mana shu 100 gramda 20 mingga beradi veterinarda. 1 litrga 1 gram qo'shib beriladi mana. Shundan suvga aralashtirib berasizlar aka-ukalar. Spirt oddiy. Bu boshqa dori. Aka-ukalar mana Leamicol emas mana shu. Leamicol emas aka-ukalar mana shu. O'ta ko'p narsada yara bo'lganda xo'roz yana qadaqqan dori aka-ukalar bu narsa. Bu dorimiz atsetiliminovoya kislota degan dori. Bu ham shamollashlarni oldini oladi. Mana aka-ukalar, bu ham ultraseptol degan dorimiz mana shu. Mana ko'rinishlari, holati. Aka-ukalar, bu xirilga, asha bundan sovuqqanga beriladi aka-ukalar 2 mahal. Bu kalsiy. Mana aka-ukalar, baliq yog'i degani mana. Qo'yib qattiqroq deycha qolgan donga aralashtirib berilgan. Bu aka-ukalar mana ingalib degan dori bo'ladi mana shu. Tomoqqa sepiladi, bu ham pis qilib sepiladigan dori mana. Yana qaysi dorilar bor ekan? Ko'z dori bu dexametazon. Yana bu ham Leamicol ekan eski dori. Xullas shunaqa gaplar aka-ukalar. Shu yerda dorilar. Xirilga aka-ukalar, xirilga yana bitta ukol bor, agar kuchayib ketgan bo'lsa, Penstrip 400 degan ukol bor. O'shadan qilasizlar aka-ukalar mana. O'shanaqa ukoldan qilasizlar. Xullas shunaqa gaplar aka-ukalar. Shu aptekamiz bo'ladi. Aka-ukalar, bizda yangilik mana. Videolarni chiqardim. Cho'jalarimiz mana ochib chiqdi aka-ukalar mana.
Shu qanotlari ham chiqib qoldi mana, katta bo'lib qolishdi. Sekin katta bo'lishyapti aka ukalar mana. Bu ilon ko'z makonimiz aka ukalar. Mana shu 9 ta aka ukalar. Keyingisini ham ko'rsatamiz. Aka ukalar mana yana bitta partiyamiz mana. Dolasi 2 partiya ochildi. Nargilar bilan teng aka ukalar yoshli. Xullas aka ukalar shunaqa gaplar hozircha bizda. Hozir katta makonni tovuqlar ponnisini ko'rsatamiz aka ukalar. Ungacha sizlar videoga like bosib qo'yishni, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Ketdik. Mana aka ukalar. Katta kirib ketishyapti. Уже qamaladigan vaqt bo'lib qoldi aka ukalar, kechroq. Video zo'r kechroq oldingda. Hozir tashqari chiqaramiz. Mana aka ukalar ikkita oq makonimiz mana. Go'zal makonlar mana. Tashqari chiqarib oldik qo'ygan. Hozir ko'rsatamiz. Mana aka ukalar, qora toyimiz qiziqlarga. Qora makonimiz aka ukalar. Qo'ylar aka ukalar. Mana ma. Qo'ylar bitta qarab qo'yishchi. Rasmga tushib olishasan. Kelish. Mana Braziliya makonimiz aka ukalar, mana shu Braziliya makon. Hozir tuxumda. Rasmga tushgin kelyapti. Mana. Qora xo'rozimiz aka qolgan. Ishini jo'jalardan hozir ko'rsatamiz. Pastga tushib ketdi. Mana aka ukalar bittasini ushladik. Hali 4 pahlavondan bittasi mana. Qiziqqanlarga mana olacha. Aka ukalar mana. Sizlar mana parlari aka ukalar. O'zi sentyabrda oxirida chiqqan mana. Mana shu joy ko'ryapsizlar. Mana erkalab qo'yishi bitta. Malades. O'zi erkalayapti ham. Sizlar hozir qochib yuradi. Jislab qo'ysangiz ana xo'roz bo'lib ketadi aramda. Xullas shunaqa gaplar aka ukalar, hozir nargilar ko'rsatamiz. Hurkiroqligi uchun sal qochib ketib qolishyapti. Hozir ko'rsatamiz. Mana aka ukalar. Mana aka ukalar qora toyimiz. Kichkinasi mana, kichkina varianti. Hozirgi ko'k toyda kichkina olachani sherigi mana. Kallalari qiziqqanlarga mana. Mana parlari, tonlari mana qop-qora, tim-qora. Oyoqlarini ham ko'ryapsizlar, bukib turibdi. Qiziqqanlar. Mana des. Qop-qora. Oyog'i ham qorada, aka ukalar buni ko'ra olasizlar. Qiziqqanlarga sotiladi bu ham. Arzoncha narsalar emas aka ukalar. Ko'ryapsizlar. O'zi yosh cho'jalik katta narsa mana. Hozir keyingisini ham ko'rsataman. Mana aka ukalar qiziqqanlarga. Mana aka ukalar. Qo'qora, hurkiroq ekanda. Ko'zlari ham o'ta tiniq mana. Qani? Qiziqqanlarga ham tumaloq narsa, yaxshi narsa aka ukalar bu ham. Sotiladi qiziqqanlarga. Mana aka ukalar, sizlar kutgan qora toyimiz mana. Hozir bolada yuribdi bu mana aka ukalar, qiziqqanlar. Go'zal holatda turibdi mana. Qiziqqanlarga bu ham sotilib ketaveradi aka ukalar, faqat narxi kelsa bo'ldi. Bekarchilarga chiqmas aka ukalar, bekardan bekar. Aka ukalar, bo'lmasa videomiz shu yerda yakunlaymiz. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa videomizga like bosib qo'yishni unutmaysizlar aka ukalar. Qolaversa, hali bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rasizlar aka ukalar. Qolaversa, videomizga like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sizlar uchun zo'r videolar ishlashda davom etamiz aka ukalar. Hammaga rahmat, bizni tomosha qilib shu yergacha tomosha qilganinglar uchun. Unda bo'lsa biz videoni yakunlaymiz aka ukalar. Sizlar sog' salomat bo'lishni unutmaysizlar. Hammaga omad aka ukalar ishlarida. Aka ukalar roza tutayotganlar qiynalmasdan tutib olsin degan umiddaman. Hammaga sabr, matonat tilab qolaman aka ukalar. Unday bo'lsa aka ukalar, biz videomizni yakunlaymiz. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman aka ukalar. Ko'rishganda ko'rishguncha azizlar. Sog' salomat bo'linglar.